亲爱的观众朋友们，你们好！你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台与新疆特莱克投资管理有限公司联合制作的大型电视网络文艺节目第6季《Altın Göher丝绸之路之声》。接下来我们在舞台上进行的是我们的第3阶段考核。Salam ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi hurmatli bağlıqçı ustozlar, shundoqla tomoshabinlar. Ushbu damlarda diqqatinglarda bo'layotgani Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Xinjiang Tilak mablag' silish boshqarish sharikati birlikda uyushtirgan cho'ng tipki televiziya tor universal san'at programmasi 6-qarar Altın Göher Ipak Guli sadosi programmasining 3-bosqichi imtihon. Men sizlarning ko'ngil riyosatchi do'stinglar Nijat Valiyapov. Qadrli ko'rman do'stlar, hurmatli tomoshabinlar, yana avvalgi reklam. Bizning 3-bosqichimiz, ya'ni imtihon bosqichimizda hurmat taxtidan o'rin olgan suyimli mehmonlarimizni sizlarga tunishtirib o'tishni to'g'ri topdim. Oldi bilan ehtirom ilikida do'stlarga tunishtirganimiz davlatlik 1-darajalik artist, xalqyar naqshchi, Ipak Yo'li sadosi programmasining bosh yetakchi ustozi, Jungo xalqaro madaniyat elchisi Abdulla Abduri muallim, xush keldingiz, qarshi olamiz. Davlatlik 1-darajalik kompozitor, ataqlıq naqshchi, Xinjiang moda musiqa jamiyatining muavin boshlig'i, madaniyat kasbidagi boshlamchi ixtisos egasi, mutaxassis Ablat Abliki muallim, xush keldingiz, qarshi olamiz. Tianshanning janub va shimolida zo'r olqishga erishgan yosh naqshchi, shunaqla ijodiyatchi Tash Muhammad Botir muallim, xush keldingiz, qarshi olamiz. Xinjiang san'at sho'yanining yosh naqshi o'qituvchisi, yuqori ovozli ayol naqshchi Aygul G'ulom xonim, xush keldingiz, qarshi olamiz. Xinjiang san'at yurti Muqam san'at umikining yosh naqshchisi, 2-qarar Ipak Yo'li sadosi programmasining chempioni Kamil Jilil muallim, xush keldingiz, qarshi olamiz. Ataqlıq naqshchi, kuy elchisi Hazrati Ali Muhammad Tursun, qarshi olamiz, xush keldingiz. Ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, 3-bosqichimizning imtihon qoidasini sizlarga qayta bir tushuntirib o'tishni to'g'ri topdik. Bizning bu qarorliq Ipak Yo'li sadosi programmamizning 3-bosqichida yetakchi ustozlarimiz o'z gruppasidagi mayirlarning yana shu gruppadagi qaysi mayir bilan musobaqaga tushadiganligi haqidagi ismlikni rejissyorlar gruppasiga topshirib oldi. Navbatda mayirlarimiz chek tortish usuli orqali o'zining rad tartibini belgilaydi. Shundaqla 3 rad bo'yicha mana shu sahnada ustozlarimiz oldida imtihon berdi. Mayirlarning imtihon natijasini belgilashga 7 nafar baholuvchimizni alohida sahnamizga taklif etib oldik. Albatta, baholuvchilarimiz taxta o'rish shakli orqali mayirlarimizning oxirgi natijasini belgilaydi. Nomer taxtasi ko'proq bo'lgan mayirlarimiz bizning keyingi bosqichimizga muvaffaqiyatli qadam qo'ydi. Barliq mayirlarimizga omad tilaymiz. Ehtirom ilikida tavadna bizniki baholuvchilarimiz bilan tanishib chiqaylik. Oldi bilan tanishtirganimiz davlatlik 1-darajalik artist, xalqyar naqshchi, Ipak Yo'li sadosi programmasining bosh yetakchi ustozi, Jungo xalqaro madaniyat elchisi Abdulla Abduri muallim, xush keldingiz, qarshi olamiz. Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik Partikom tashviqot bo'limining sobiq muavin kuzatuvchisi Xinjiang Xua muallim, xush keldingiz, qarshi olamiz. Danglik kompozitor, san'at tadqiqotchisi Yasin Muqbil muallim, xush keldingiz, qarshi olamiz. Davlatlik 1-darajalik rejissyor, danglik shoir Muxtar Bug'ra muallim, xush keldingiz, qarshi olamiz. Xinjiang san'at sho'yanining naqshi o'qituvchisi, lektor, Ipak Yo'li sadosi programmasining yetakchi ustozi Ayshugul Muhammad xonim, qarshi olamiz, xush keldingiz. Xinjiang san'at sho'yanining o'qituvchisi, yosh naqshchi, musiqa ijodiyatchisi Abduvali Sattar muallim, xush keldingiz, qarshi olamiz. Xinjiang san'at yurti naqshi usul umikining yosh naqshchisi, 3-qarar Ipak Yo'li sadosi programmasining chempioni Zulfiqar Muhammad muallim, xush keldingiz, qarshi olamiz. 6-qarar Altın Göher Ipak Yo'li sadosi programmasining 3-bosqichi imtihon hozir rasmiy boshlandi. Bir yillik taraqqiyot bosqichini muvaffaqiyatli besib o'tib, guruhlashgan korxonaga aylangan Shanxay Göher guruhi mayirlarga omad tilaydi. Bulbul sayırgan bağda Torgayның uası var. Bulbul sayırgan bağda Torgayның uası var. Körüngenne yar tutsan
derdi balası var. Derdi balası var. Körüngenne yar tutsan derdi balası var. Derdi balası var. Bulbul sayrıgan baqa men saray salay deymen. Men saray salay deymen. Yarın çılgan çağda gül tutup baray deymen. Gül tutup baray deymen. Yarın çılgan çağda gül tutup baray deymen. Gül tutup baray deymen. Günlük şu alemde meyyarsiz ütelmeymen. Meyyarsiz ütelmeymen. Günlük şu alemde meyyarsiz ütelmeymen. Meyyarsiz ütelmeymen. Günlük şu alemde meyyarsiz ütelmeymen. Meyyarsiz ütelmeymen. Meyyarsiz ütelmeymen. A'la sifatlik yürüşlük mahsulotları rayonimizdagi oshxonalarga va inoq oilalarga singib kirgan, bu sohasida sarkardilik rolini o'ynayotgan Xinjiang Cho'ng Ustam yemeklik chekish shirkati mayirlarga omad tilaydi. Aka qarag'ana sana nima keldim. Nima bu? Altın güher erler terasra yurishdi. Ya'ni buning ichidagi ma bu altın güher erler saqal tozalashmazlik. Ha, benim og'illarim ishlatayotgan buni. Bushta bir oltin go'harni bir chaqalli suyuqlik bor ekan, bek yaxshi ekan deb topolmay ketib qolganman. Bugun oltin güherning jo'may degansiga o'zimga bir yurib setib olib olgan. Qarsam sizlar erlar qarta ishlangan, erlar terasra yurishdi bor ekan. Bo'lib mushni tejan qildi. Ya'ni buni qo'shimlikka saqal tozalashdan sirt odatda shimenayni o'rnida ishlatkili bo'ldi ekan. Tozini ochgan. Sifat ve ünüm cəhətdə həmməylərini qayil həm mayıl qılğan Altın Göhər və Ay Göhər teri asraş məhsulotları bilan rayonumuzun güzellik quruluşida büzüş xarakterlik nəticə yaratqan Şanxay Göhər Groyi proqramımızın tajdarlığını aldı. A'la sifatlik yürüşlük məhsulotları rayonumuzdagi oshxonalarga və inoq oilalarga singib kirgan, tetutqu sohasida sarkardilik rolini o'ynayotgan Xinjiang Cho'ng Ustam yemeklik chekish shirkati programmamizni alohida talab qildi. Rayonumuz davasida yemek-içmek sohasidagi boshlang'ich korxona Xinjiang Herdembag yemek-içmek pay chekish shirkati programmamiz bilan strategiyalik hamkorlashdi.
Programımızda yuqori sifatga kapolat qilgan yangi davr alohidligiga ega Şinjan imzar kiyimlari alohida qo'lladi. Tantarbiya bilan san'atni birga elib yotgan Şinjan tush jamiyati bilyard klubi chekli shirkati programmamizga yaqindan yordam berdi. Rayonimizda güzellikni sevgichi xonim-qizlarning oldin tanlashi bo'lib kelayotgan sifat va fason jihatda xonim-qizlarning olqishiga, shundaqla birdek e'tirof qilishiga erishib kelayotgan 18 yillik tarixga ega Dilkar kiyimlari programmamiz bilan alohida hamkorlashdi. Gözleri yanım mestan kıldı, özünü dastan efsan kıldı. Gözleri yanım mestan kıldı, özünü dastan efsan kıldı. Bu bırak beni yeksan kıldı. Ne itey depke mubtala buldum. Bu bırak beni yeksan kıldı. Ne itey detke mubtala buldum. Muz gibi çak çak kalbim yerildi. Sığınışım kanğa örüldü. Muz gibi çak çak kalbim yerildi. Sığınışım kanğa örüldü. Barçı mevcudat sende göründü. İşkında yangan nur ziya buldum. Barçı mevcudat sende göründü. İşkında yangan nur ziya buldum. Siniden kılmay yürüdüm barimga, saçını kamça kıldın canimga. Siniden kılmay yürüdüm barimga, kalmığın yareyim sen uvalımga. Sermilikin gemekli ya buldum. Kalmığın yareyim sen uvalımga. Sermilikin gemekli ya buldum. İhtimal yoktur
yaksa Külbem sayenge Buldu sahip kan Onun vez neden Çulçula buldum Külbem sayenge Buldu sahip kan Onun vez neden Çulçula buldum Onun vez neden Çulçula buldum Xo'sh, ko'rman do'stlarimiz, 6-qarar Ipak Yo'li Sadasi programmamizga mahir bo'lgan 2 nafar do'stimiz bu bosqichda imtihonni berib bo'ldi. Mahirlarimizning imtihon natijasining qanday bo'lganligini bizningki baholovchi ustozlarimiz belgilaydi. Meningki sol tarafimda turayotgani bo'lsa, ko'k taxtaga vakillik qildigan inimiz Aziz. Shundaqmi? O'ng tarafimdagisi bo'lsa, qizil taxtaga vakillik qiladigan Muratjon. Qanundaqda ustozlarimiz o'zi xohlagan, o'zi chiroyli etdi degan do'stlarga, ko'rman do'stlarimizga vakolatan taxtasini ko'tarib bergan bo'lsa degan umidda biz 3 2 1 Rayonimiz təvəssüdə yemək-içmək sahəsidəki başlamçı karxana Şinjan Ərdenbağ Yemək-içmək Payçək şirkəti mahirlarga omad tilaydi. Göher armanlarını rastlıqla qol bilan tutqılı, köz bilan kögül buladigan Göherga aylandırdı. Bu, Şanghay Göher guruhining baş moderi Göher xonimga berilgan oddiy, lekin chin baho. U top-to'g'ri 21 yil tirishish orqali G'ulji nahiya bozoridagi asldagi 80 kvadrat metrlik Talla bozoridan taraqqiy qilib, bugungi Şinjan Oltin Göher xalqaro savdo cheklik shirkati, Şinjan Oltin Göher biopantexnik taraqqiyot cheklik shirkati, Xaynan Göherga xalqaro biopantexnik cheklik shirkati qatorliqlardan tashkil topgan 100 dan ortiq ishchi xizmatchisi, 200 dan ortiq amaliy do'koni bo'lgan Göher guruhini borliqqa keltirdi. Mana bular Göher guruhining davlatimizning girim buyumlari ishlab chiqarishidagi boshlamchi korxona Shenzhen Lanting guruhi bilan birlashib, Şinjanning jug'rofiyalik sharoiti, iste'mol odatiga qarata ilmiy tadqiqot berib, bu rayon kishilarining teri aloyiligiga qarata maxsus dengiz jonliqlarini xom ashyo qilib ishlagan, kamni to'liqlash, ortiqni tamponglashtirish roliga ega Oltin Göher teri asrash yurishliklari. Göher guruhining Şanghay Chuanli guruhi bilan hamkorlashib, butunlay avtomatik, odamsiz muhitda maxsus o'simlik javhari bilan odamga xom ashyo qilgan alohida teri yashartish iqtidoriga ega Oy Göher teri asrash yurishliklarini ishlab chiqarib, 200 xildan ortiq mahsuloti bilan rayonimizning go'zallik qurilishiga to'kib qo'shib, Yeshil mahsulot nomi bilan davlatimiz girim buyumlari sohasida ta'sir kuchi zo'r marka, eng dangliq marka, saxovatchi korxona, 3A darajalik ishonchlik korxona degan sharaflarga erishib, mas'uliyat va minnatdorlik tuyg'usi kuchli bo'lishdek korxona ro'yini namoyon qildi. Shirkat sirtqi qarta setishni teziltishdan avval ichki jihatda tarbiyalashni kuchaytirib, sistemlashgan muntizam qo'shinni borliqqa keltirdi. Qarallik holda cho'lponlar hamkorlik faoliyatini o'rinlashtirib, xalq yaxshi ko'radigan cho'lponlar bilan mahsulot nom kartasini birlashtirdi. Yo'l mangansir ravon bo'ladi degandek, Göher guruhi yaqinda yuqori texnikalik tajriba tadqiqoti asosida Göher markasidagi hormondan xoli Boniausan tarkiblik kollagenlik oqsil peptid ichimlik va Göher koenzim Q10 yumshoq kapsula qatorliq sog'lomlik mahsulotlarini ishlab chiqarib, bu sohada yangicha taraqqiyot bosqichiga kirdi. Göher liderining jafosiga davr ritmi Şanghay energiyasi birlashib ketgan. Dunyoda faqatla mag'rur yagona birli Şanghay bor. Şanghayda yo'ruq yulduzdek chaqnab turgan Şinjanlik Göher bor. Şanghay Göher guruhi. Aku, o'xshagan bir tamoq qo'shib yeb kelsak bo'lmamdi. Cho'ng ustamning xurishlarini olib, nima deysak o'xshaydi emasmi? Nadi bor u? Dukka ismlik hamma yerda bor. Cho'ng ustamning nomi yetti sharshaga Tomlari o'xshab ketdi hamma yerda Cho'ng ustamning nomi yetti sharshaga
Çoğun ustamның çoğunluğu var. Çoğun ustam tayyor tamak ve tetik olur. Немешқы мojito дәверсә? Әрдәм бақ Jam içimlik şirketinin yaşlağı болған әң yeni soğuğusu Jam Mojito içimlik. Yaşlıq ve şaşlıqның təmi Jam Mojito içimligi. Jam Mojito. Bugungi faoliyatda nima kiysam bo'la? Albatta imzor kiyimiz. Nishon qilsang shuhrat tepishni, odat qilg'in imzor kiyishni. Tuş Cemiyeti Biliyat Kulübü fakat ticaret sorunlu bulup kalmay her tavallikteki musabıqa noktamızdır. Köngül içiş, musabıqa, sahne, azadı muhit, rahat kayfiyat birleşken Tuş Cemiyeti Biliyat Kulübümüz biliyat kızgınlığını yuqur kötürüş ve xeridalarga huzur beg'ishlashni maqsad qilgan. Şinjan Tuş Cemiyeti Biliyat Kulübü çeklik şirketi. Ben Baxtiyor Mahmud Tuş. Tuş Cemiyeti hemimizin cemiyeti. Qani birlikte Tuş Cemiyeti'de cem bolaylı. Dilkar huzurida sürgen xiyol shunchalik go'zal. Dilkar qalb dengizimizda ba'ayni g'azal. Dilkarni kiygan ayol tog'larning chekisidagi guldek, latofatni ko'rdi afzal. Dilkarga mag'rurlik, jalbkorlik, sehiylik yo'g'rilgan. Dilkarning rohati jismimizga, madiyasi ismimizga yar bo'lsin. Dilkar kiyimlari Yuqur sifatga kafolat qilgan yangi davr alohidligiga ega Xinjiang imzor kiyimlari mayirlarga omad tilaydi. Kök taxtıga vakillik qilgan Ezjanga 1, 2, 3, 4 taxt ko'tarilibdi. Onun başqa qizil taxtıga vakillik qilgan Muratjanga 3 qizil taxt ko'tarilibdi. Do'stlarni qizg'in qutlaymiz, muborak bo'lsin. Ezjan undaqda keyingi bosqichga tayyorlik qilg'ashtiring. Sizni qizg'in qutlaymiz, muborak bo'lsin. Undaq bo'lsa, yetakchi ustoz, ya'ni Dilkar guruhining yetakchi ustozi Aygul xonimning mushu bosqichdagi ifodalarga bergan javobini anglab boqaylik. Bu ikkilaylan meningki o'ng qo'lam ham so'l qo'lamdi. Ikkilaylanninki saviyasi qilishmig'idek yaxshi naqshchilar. Men qoyil bo'layotgan, ham shunda bir yaxshi ko'rgan o'quvchilarim. Ko'zimgim shunda yosh kelib ketyotdi. O'zimni ching tutib turyapman. Muratjon haqiqatan bir pishqon, sog'lom bir naqshchi. Xili kuchlik mashqlardimi shunda yaxshi aktiv moslashayotgan bak yaxshi bir o'quvchilarimning birisi. Sizga hargiz qiymayman. Bu sahnadan tushib ketganingiz sizning san'at hayotidan ayrilganingiz emas. Yana davomli tirishing. Men qanday yordam bo'lsa, qo'lim ko'ksimda. Rahmat. Mening ko'nglimdagi yurak so'zlarim eng başta şu kalbim tördün orun ağan şu aldığımdaki barcha ustozlarimga köptün köp rahmet yetime Aygül ustozlarıma köptün köp rahmet yetime efendik aşında bu qalgan kun şap qaldık. Meyle bu bilimni egallab aldık. Kemçilikni toluqlab aldık. Muşinçla fursatga ega bo'lib sizden nurg'ulgan bilimlarni hem kesipdosh do'stlarimdimi ustozlarimdimi nurg'ulgan bilimlarni o'rganib xili yaxshi holatga keldim. Bu kemi asan emas. Rahmet ustozlar sizlarga köptün köp rahmet. En ahırda meni to'g'ri ata anamga qo'llagan do'stlarimga alayda qo'llagan aql kamga köptün köp rahmet aytaman. Rahmet ustozlar salomat bo'lgaysizlar. Aytinglar menga aman bo'lsin. Rahmet. Chavaklarimiz bilan sizga omad tilab, buningdan keyingi turmushingizga xayr tilab, sizni uzib qo'ydik. Rahmat. Tantarbiya bilan san'atni birga elib mengayotgan Xinjiang Tush Jamiyati Biliyat Klubi cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi.
Peyzi aka. Yomon peyzi. Ya aka, ben yakını bir ilan çıkandan sen. Çoğun ustam ne demsen? Ya nimeti? Çoğun ustam şu. Ya nimeti? Bunu mu yetpirim digine? Çoğun ustamның namı yetti şeşege. Taamları okşap ketti hem yede. Muş ilan şu. Yigin var mı çoğun ustamның taamlarını? Ben içip ketdi. Bire, ben seni mimar qilib turay ya. Qadrli görmən dostlar, imtahanımız nəhayət yaxşı, qızğın halətdə davam etyotidu. Mahirlərimizə təmkinlik, şundaqla ekran aldidagi sizga xushluq beg'ishlash uchun bugun alohida taklif qilgan baholovchi ustozlarimizdan olqishliq naqshchimiz, shundaqla san'at ma'rifchimiz Abduali Sattar muallimni sahnamizga chiroyli kuylar bilan taklif etmoqchimiz. Sahnamizga marhamat. Hop sen uçanga yaraştırıp oyma köynek Kim hop sen uçanga mana şahidin oyma köynek Bana nasip olamı sen bilen oynap gülmek Vay bana nasip olamı henim sen bilen oynap gülmek Şehrin güzel, güzeldin güzel Aklımla lal kıldın sen güzel Şehrin güzel, güzeldin güzel Aklımla lal kıldın sen güzel Sence güzelliği bu gece Kırmap tükenmen ezel ezel Sence güzelliği bu gece Kırmap tükenmen ezel ezel Çiçeğini kolun bilen taraysan Silap ustan çiçeğini parmağın bilen taraysan Kirpigini okuyup yürügümge kadaysan Kirpigini okuyup henem yürügümge kadaysan Fikrin güzel, güzeldin güzel Aklımla lal kıldın sen güzel Fikrin güzel, güzeldin güzel Aklımla lal kıldın sen güzel Sence güzelliği bu kem gece Körmep tükenmen ezel ezel Sence güzelliği bu kem gece Körmep tükenmen ezel ezel Gözümde özel miydim acayipten nazlıydım Koysanız sal şarabiye issem değmeliydim Koysanız sal şarabi kınım issem değmeliydim Fikrin güzel, güzeldin güzel Aklımla lal kıldın sen güzel Fikrin güzel, güzeldin güzel Aklımla lal kıldın sen güzel Sence güzelliği bu kem gece Kürmep tükenmen ezel ezel Sence güzelliği bu kem gece Kürmep tükenmen ezel ezel Şehrin güzel, güzel güzel Aklımla lal kıldın sen güzel Sence güzelliği bu kem gece Kürmep tükenmen ezel ezel Sence güzelliği bu kem gece Kürmep tükenmen ezel ezel Sence güzelliği bu kem gece Kürmep tükenmen ezel ezel Sence güzelliği bu kem gece Kürmep tükenmen ezel ezel Rayonimizda güzellikni sevgichi xonim-qizlarning oldin tanlashi bo'lib kelayotgan suhbat va fason jihatda xonim-qizlarning olqishiga, shundoqla e'tirof qilishiga erishayotgan 18 yillik tarixga ega Dilkar kiyimlari mayirlarga omad tilaydi.
Oy adaş bir yer oturup gitsen koy türe böyle bir tomak yep geleyli. Oy adaş nemisindeyse bugün tunjaylık maaşını algandım digine. Apamga bir soğugat elip hoş kılıtay dep nemelişim fakat bilmedim. Oy şunun qamışta oturup adaş altın güher deniz adam gahit her çalışmasatın appara. Önüm bek yaxşı keme aldın qitim apamga bergendim terin çаңaytып qorqutuşunu aldın aldıke. Azırgo gürüm boyumları bek çıqlap keter as önüm bamke ya adaş. Beklam yaxşı ki apam bek yaxşı görüp işiltip atıdı. Ondaq bolsa jüre bilip berip elişbegine adaş. Jüre altın güher maqsad işte bulaq barayı. Birinci derecek mukofotga erishgan mayirni Shanxay Go'har guruhi Go'har sog'lomlik mahsulotlari 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. İkinci derecek mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Cho'ng Ustam yemeklik chekli şirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. Üçüncü derecek mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Herdembag yemek-içmek pay chekli şirkati jam yurishlik ichimliklari 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. 4. derece mukofotga erishgan mayirni Xinjiang imzar kiyimleri 40 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. Undan başqa 5. derece mukofotga erishgan mayirni Xinjiang tush jamiyati bilyard klubi chekli şirkati 10 ming yuan qiymatidagi katta buyum bilan taqdirlaydi. 6. derece mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Dilkar kiyimleri 5 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. Mayirlarga yaxshi natijalarning yor bo'lishini chempionimizdan umid qilamiz. G'ayrat qilgaysizlar.思念是一天又一天，孤单的我还是没有改变，美丽的梦何时才能出现？亲爱的你，好想再见一面。秋天的风一阵阵的吹过，想起了去年这个时候，你的心到底在想些什么？为什么留下这个结局让我承受？最爱你的人是我，你怎么舍得我难过？在我正需要你的时候，没有说一句话就走。最爱你的人是我，你怎么舍得我难过？对你付出了这么多，你却没有感动我。对你的思念是一天又一天，孤单的我还是没有改变，美丽的梦何时才能出现？亲爱的你，好想再见一面。秋天的风一阵阵地吹过，
想起了去年这个时候，你的心到底在想些什么？为什么留下这个结局让我承受？最爱你的人是我，你怎么舍得我难过？在我真需要你的时候，没有说一句话就走。最爱你的人是我，你怎么舍得我难过？对你付出了这么多，你却没有感动我。最爱你的人是我，你怎么舍得我难过？在我真需要你的时候，没有说一句话就走。最爱你的人是我，你怎么舍得我难过？对你付出了这么多。你却没有感动Yigirma bir yillik taraqqiyot bosqichini muvaffaqiyatli besib o'tib guruhlashgan korxonaga aylangan Shanxay Go'har guruhi Mayırlarga omad tilaydi. Qanday ahvoling aka, yaxshimi? Ha, yaxshi akalarmi? Voy, to'g'anda. Voy. Bu nima aka? Bu og'zini cho'tding buniki. Bu bilatal yeni ish qo'yganing Ara bo'pti. topqandim men. Ma degan ma Erdambaq shirkati ishlab chiqargan ko'kchi quvvat suyi ichimligi bor. Nereden aldın bunu? Voy, 4 kun cho'gilab aran topqandim men buni akla. Ha, sen pul so'rasang mayli, bu ichimligini talashmag'ina menda. O'zing tep qilg'ina. 电视机前的观众朋友们，你们好！你们正在收看的是由新疆特莱克投资管理有限公司、新疆艾米乐文化传媒有限公司、新疆博格拉商贸有限公司联合制作的大型电视网络文艺节目第6季《Altın Göher丝绸之路之声》第3阶段考核。我是主持人李嘉德。Salam ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi hurmatli bog'liqchi ustozlar, shundoqla yetakchi ustozlar, aziz tomoshabinlar. Ushbu damlarda diqqatinglarda bo'layotgani Xinjiang Tilak mablag' silish boshqarish cheklik shirkati, Xinjiang Hamra madaniyat taqiti cheklik shirkati, Xinjiang Bug'ra savdo cheklik shirkati birlikda ishlagan cho'ng tipdagi televiziya tor universal san'at programmasi 6-qaror Oltin Go'har Ipak yo'li sadosining 3-bosqichi imtihon. Men sizlarning riyosatchi do'stinglar Nijat Vali Yaqub. Diqqatinglar yana davomli sahnamizda bo'lsin. Hüysem bilmey Hasar verdiler Nedin düştü bu ot İşçim köydüler Yarga kim o beni Yaman dediler Bana kuru yoldan Başka ne kaldı Yarga kim o beni
quruq xiyoldan boshqa ne qoldi? Hujurumga javob qaytarmadi yar. Ya suymayman demay, yoki ko'nglim bor. Sevgimni saqla deb o'yladingmi yar? Buncha qiynab meni beparvo sen yar. Sevgimni saqla deb o'yladingmi yar? Buncha qiynab meni beparvo sen yar. Aram vermey yerden xiyallarımga. Her bir kıt gülüşün çıkmaz yadımda. Gahi şimdi sen, gahi umumda. Versem şunca söygüm, bana ne kaldı? Gahi şimdi sen, gahi umumda. Versem şunca söygüm, bana ne kaldı? Hujurumga javob qaytarmadi yar. Ya suymayman demay, yoki ko'nglim bor. Sevgimni saqla deb o'yladingmi yar? Buncha qiynab meni zalimmi sen yar? Sevgimni saqla deb o'yladingmi yar? Buncha qiynab meni beparvo sen yar. A'lo sifatlik yurishlik mahsulotlari rayonimizdagi oshxonalarga va inoq oilalarga singib kirgan, tetqu sohasida sarkarlik rolini o'ynayotgan Shinjong cho'ng ustam yemakli chekish shirkati mayirlarga omad tilaydi. Aka, bu qitimqi bosqichga sizning kumush kelgan kostyumlarni kiyadigan deb qaysi markadan kiysam bo'ladi? Voy, men dergi deyman. Endi voy xotirjam bo'linglar, o'zim obrazga kelib olgan fikrim. Emzor kiyimlar bizning hammalarga bor. Ha, ham qilmam o'shildim. Bo'ldi aka. Sifat va unum jihatda hammalarni qoyil ham mayil qilgan oltin go'har va oy go'har teri asrash mahsulotlari bilan rayonimizning go'zallik qurilishida buzish xarakterlik natija yaratgan Shanxay go'har guruhi programmamizning tojdorligini oldik. A'lo sifatli yurishlik mahsulotlari rayonimizdagi oshxonalarga va inoq oilalarga singib kirgan, tetqu sohasida sarkarlik rolini o'ynayotgan Shinjong cho'ng ustam yemaklik chekish shirkati programmamizni alohida talab qildik. Rayonimiz tavasida yemek-içmek sohasidagi boshlamchi korxona Shinjong Hardambog' yemek-içmek paychak shirkati programmamiz bilan strategik hamkorlashdi. Programmamizni yuqori sifatga kafolat qilgan yangi davr alohidligiga ega Shinjong imzor kiyimlari alohida qo'lladi. Tarbiya bilan san'atni birga elib yotgan Shinjong tush jamiyati bilyard klubi chekish shirkati programmamizga yaqindan yordam berdi.
Rayonimizda güzellikli sevgichi xonim qizlarning oldin tanlashi bo'lib kelayotgan sifat va fason jihatda xonim qizlarning olqishiga, shundoqla birdek e'tirof qilishiga erishib kelayotgan 18 yillik tarixga ega Dilkar kiyimlari programmamiz bilan alohida hamkorlashdi. Ekran oldidagi ko'rman do'stlar, naq maydondagi hurmatli tomoshabinlar, shundoqla baholovchi va yetakchi ustozlar. Yuqorida 2 nafar mayirimiz imtihon bosqichini tamomladi. Sizlarning natijalarning ham yaxshi bo'lishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Shatgulni yaxshi etdi degan do'stlarimiz ko'k taxtini ko'tarsa bo'ladi. Nijotni yaxshi etdi degan do'stlarimiz qizil taxtni ko'tarsa bo'ladi. Qanundaqda 3 2 1 Vaqt rahimsiz. U hamon bizni qiyirtidi. Lekin go'zalligimiz o'z qo'limizda. Altın göher kollagenlik aksıl yürüşlüki, sümürüş çallıqı yuqarı kollagenlik aksıldan işlengen bulup, asalla yüz terisiga sınıp terigi su toluqlaydı. Terinin elastikliğini yuqarı götürüp, qoruq düşüşünün aldını alıdı. Teri hücayerlerini ozonluq bilen təminlep, terini tegidin süzüp, yumran qılıp, dağ düşüşünün aldını alıdı. Terinin hayati küçü dal kollagenlik aksıl, altın göher kollagenlik aksıl yürüşlügi. Başqalar meni chiroyli, terang bek yaxshi deyishidi. Terning yosh turishi amaliyotda kollagenlik oqsil bilan munosabatlik. Göher Bonyavsan tarkibli kollagenlik oqsil peptidning badanga so'mirilishi tez bo'lib, teriga ozuqlik to'liqlab, yosh cho'ng'ish qaygishi paydo bo'ladigan dog' tushish, teri xunuklashish va yiriklashish, tik to'kish kuchlari yo'g'onash, qo'riq tushish qatorliq teri masalalarining oldini olib, sizga qaytadan ishonch ato qiladi. Kollagenlik oqsil peptid bilan har vaqt yosh turing. Göher Bonyavsan tarkibli kollagenlik oqsil peptidi. Rayonimiz tavasida yemek-içmek sohasidagi boshlamchi korxona Xinjiang Hardambog' yemek-içmek paychak shirkati mayirlarga omad tilaydi. Do'stimiz Shatgulga 3 kök taxtı ko'tarilibdi. Do'stimiz Nijotga 4 tane qizil taxtı ko'tarilibdi. Sizlarning natijalar bilan muboraklaymiz. Muborak bo'lsin. Qani Nijot, 4-bosqichga muvaffaqiyat qadam olganligingizni tabriklash bilan birlikda aram ilishga tayyorlik ko'rish taklif etamiz. Marhamat. Shatgul. Avval sizning yetakchi ustozingizningki bugungi ifodangizga bergan bir bahosini anglab boqaylik bo'lamdi? Shatgul albatta shu bugungi qadamga kelguncha zo'r tirishchanliklarni ko'rsatdi. Hamda albatta bugungi ustozlarning bahosiga mening zo'r qarshi fikrim yo'q. Men Shatgul bizning guruhga kirgandan keyin bizning hamkorliklarimiz bo'lsin, nihoyatda ko'ngilli bo'ldi deb o'ylayman singlim. Shuningga hamda buningdan keyingi qadamlarda biz mangadigan yo'llar tex ko'p, hamkorlashadigan sahnalar ko'p. Shuningga Shatgulning buningdagi qadamlarga zo'r qutuq tilayman. Albatta musobaqa qoidasi bo'yicha cho'qim bir o'quvchi tanlanib, bir o'quvchi qolib qolgan shu qoida bo'lganligi uchun Shatguldan ayrilib qolganimga mening ko'nglim yerim bo'ldi. Afsuslandim. Buningdagi qadamlarimiz texmi uzun degan ko'nglimda gap qilaman. Rahmat ustoz. Bilishimcha Shatgul xalq o'qituvchisi deyman, biroq muzika kasbi bilan munosabati yo'q, shunami? Kasbim matematika. O'rta maktabning matematika ma'lumi. Amaliyotda bir matematika o'qituvchisining mushu sahnada chiroyli naqshlarni bizga o'rlab bermikimi oson emas. Siz menimcha muvaffaqiyat qozondingiz, o'zingizning hayotingizga o'zgacha ma'nolarni qo'shdingiz. Bo'ldiqda bo'lsa hozir yonimda turgan bu chiroyli qizil gulimizga sahna tovanidagi chiroyli Ayshigul muallimni o'zining o'ylaganlarini aytib berishni taklif etaylik, marhamat. Avval hammalarga salom va har qitim mushundoq bir yurak og'riqi bo'ladi. Bugun men sizni ko'rdim, chunki men ayni vaqtida matematika ma'lumi bo'lgan. Taqdirimiz o'xshashga, men san'at institutiga kelishdim burun, men shu matematika ma'lum etdim. Chunki san'at hech qachon matematikadan ayrilmaydi. Butun shu olamningki siri, hattoki muzikaning o'zi matematikadan ayrilmaydi. Shunga dunyoni go'zallashtirgan ikki narsa bor. Birsi matematika, birsi san'at. Yanlam matematika oldida turdi. Shunga siz taqdirimiz o'xshashgan,
Afsus, bugun shu ifodalar bilan Nijatga men bilet tashlab qoldim. Chunki Nijat pishqan, o'zini tutgan, chunki jiq sahna ko'rgan tajribasi bor ekan. Lekin sizning bugun sahnadan nima chub qilishingiz butunlay san'atdan jiroqlashganingiz emas. Nurg'un mushu bugungi aytgan mushu asarlaringizni Bug'ra media, andiki mush Ipak yo'li media va nurg'un sahnalar bor. Ashundan aytib siz mushu o'zingizniki kasbingizni oxirigacha o'pmang. Chunki tabiiy fan olimlarimi baxtni san'atdan izlabdi oxiri. Şuna bizniki mushu o'zimizning kayfiyatimizning yaxshi bo'lishi va nurg'un o'ngsizliklarni yengishimizning hammasi san'atga bog'lab eng oxirida san'atkorlar nima degan baxtlik degan kelibdi. Şuna siz mushu baxtliklarning birisi. Rahmat. Bugun men sizni bildim, uqdiq. Endi bundan keyin mendan siz kerak narsa bo'lsa, har qachon men sizga bo'lgan yordamimni oymayman. Rahmat. Sizga texmo yaxshilik bo'lsin, har joyda yo'lingiz ochiq bo'lsin. Mushu san'atkorlarning qatorida kelgusida o'rin olishingizni umid qilaman. Rahmat ustoz. O'qituvchilik munbirida cho'qim Nijatni urib yetasiz. Nijatchimi emas. Buldu baxtliklar qatoridan o'rin olganligingizni qo'shildim. Amaliyot ustozlarning chiroyli madad-rag'batlarini anglashmi yaxshi bir sovg'a deb o'ylayman. Shunlashqa sizningki bundan keyin kishilaringizdan texmi utuqliq bo'lishini, maktabda o'quvchilarga chiroyli naqshlaringizni ayamasligingizni, undan boshqa Shotgul to'r dunyosida muayyan mastanlari agashkuchilari bor. Alqishliq bir abonchi ana shu mastanlaringizga naqshlaringizni davomli sovg'a qilishingizni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Rahmat. Direkt so'zingizni olaylik. Barcha ustozlarimga rahmat. Bekirek ustozim Tosh Muhammad Botir ustozga rahmat. Yaqindan yaqi chiqib mushu qisqagina jarayonda nurg'unlagan kasbiy bilimlarni badi deb o'ylayman. O'zim orzu qilib o'qiyolmagan san'at maktabini, matematik kasb o'qigan bo'lsammi, o'zimning kursidagilar bilan shunda chiqishib yaxshi o'tdik. Mehrimiz bek cho'nqur. Ularni ustozimiz bilan ancha chaqchaq qilib dadoy akoy deb qo'yamiz. O'zimizning akisidek ashtaq bo'lib ketdi. Mushundan bek faxrlanaman, men xursand. Mushunchalik fursatlarga erishib, mush sahnada, mush bosqichga turib, sizlar bilan bir oylik ishlar bo'lib mishakillanganimdan o'zimni eng baxtli his qilaman. Fursat bo'lsa, bundan keyin yana mushundaq sahnalarga chiqib turishimni umid qilaman. Sizga rahmat ustoz. Chin ko'nglimdan rahmat. Aman bo'ling. Rahmat. Görseniz azaplı hiç Deli avarga etmem Su içip kanıgan biz Su kızarga etmem Bir de tetür berdi o Aylınar çerhi felek Köngülümüz bulsun mu eğer Kişinin yarıga etmem Köngülümüz bulsun mu eğer Kişinin yarıga etmem
Kim vafo ko'rsa jahon deyil Bağlarini gül tileyim Şu şirin düşlerini Uykudim bidarga etmem Esliya sultani gülni Yok sıkar çeylep öter Esliya sultani gülni Yok sıkar çeylep öter Şu besti kametinizni Turk ebgarga etmem Kim biledi etesiz Uygunisiz kim bulup Maqtanıp bu halinizni Girip biçarga etmem Okşamaz her kim körgeni Her kim beşidin ötkeni Okşamaz her kim körgeni Her kim beşidin ötkeni Yar boşal bolasınız Kömlü veyranıga etmem Ger hoşal bolğam bolasınız Kömlü veyranıga etmem Ger hoşal bolğam bolasınız Kömlü veyranıga etmem Yuqur sifatga kapolat qilgan yangi davr alohidligiga ega Xinjiang imzor kiyimlari mayirlarga omad tilaydi. Ukam yomon zerikib ketdim men. Naqshinimi mesh qilib bo'ldi. Nima ish qilsa qo'la? Sizdan aksiz cho'ng o'g'andi ekan. O'tganda bir bilyard klubini gapini qilganding. Nima edi ismi? Tushchamati bilyard klubi. Bu tushchamat bilyard klubiniki muhit qanday? Muhit intayin yaxshi aka, ham ichimi shuncha ozoda. Mulozimatim intayin a'la. Unda ovoz berib bir 2 soat qilimizni armaldirib kelmaydimi? Shuraqam da'vosi. Birinci derecek mukofotga erishgan mayirni Shanxay Go'har guruhi Go'har sog'lomlik mahsulotlari 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. İkinci derecek mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Cho'ng Ustam yemaklik cheklik şirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. Üçüncü derecek mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Herdembag yemek-içmek pay cheklik şirkati jam yurishlik ichimliklari 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. 4. derecek mukofotga erishgan mayirni Xinjiang imzor kiyimlari 40 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan taqdirlaydi. Undan başqa 5. derecek mukofotga erishgan mayirni Xinjiang tushchamati bilyard klubi cheklik şirkati 10 ming yuan qiymatidagi katta buyum bilan taqdirlaydi. 6. derecek mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Dilkar kiyimlari 5 ming yuan qiymatidagi buyum bilan mukofotlaydi. Mayirlarga yaxshi natijalarning yor bo'lishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. G'ayrat qilgaysizlar.
人间情多，真爱难说，心里能有几分把握？来来往往，你你我我，谁又知道最后结果？人间情多，真爱难说，有缘无缘，小心错过。一时欢笑，一时寂寞，一生相伴最难得。问不出为什么，止不住你和我，心甘情愿受折磨。问不出为什么，止不住你和我，一年一年这样过。人间情多，真爱难说，有缘无缘，小心错过。一时欢笑，一时寂寞，一生相伴最难得。问不出为什么，止不住你和我，心甘情愿受折磨。问不出为什么，止不住你和我，一年一年这样过。Tantərbiyə bilan sənətni birga elib mengayotgan Şinjan tush jamiyati bilyard klubi cheklik şirkati mahirlarga ona tilaydi. Muallim, men bu musobaqa tugagandan keyin g'atish qaytmoqchi edim. Uydagi onamga, singlimga bir yaxshiroq sovg'a ilishni o'ylashgan, nima ilishni bilolmadim. Biz xonim qizlar yanalam shu güzellikni bekroq so'yimiz, güzellikka bekroq intilimiz. Men endi shu dilkar kiyimlarni kiyib, shundoq o'zimni boshqacha güzellik bo'lib ketgandek his qilaman-chu. Shuning mayli do'stlarim bo'lsin, mayli o'quvchilarim bo'lsin, shu dilkar kiyimlarni ilishni bekroq tavsiya qilaman. Balkim sizning opangizmi yaxshi ko'rdi, singlingizmi yaxshi ko'rib qoladi deb o'ylayman. Dilkar kiyimlardan opasingiz qanday bo'lar? Bo'ladi muallim. Shu kiyimni men tanlab bir opirib boqay. Qadrli ustozlar, yuqorida bizning 2 nafar mahirimiz o'zlarining naqsini ijro qilib bo'ldi, ya'ni imtihonni berib bo'ldi. Albatta hozir hamda bizningki baholovchi ustozlarimizning, jumladan imtihon nazoratchilarimizning taxt ko'tarish orqali ularga bo'lgan qoyilligini bildirishiga ehtiyojimiz bor. Mening sol tarafimda turayotgani bo'lsa, ko'k taxtiga vakillik qilgan do'stimiz Muyassar. O'ng tarafimdagi do'stimiz bo'lsa, qizil taxtiga vakillik qilgan do'stimiz Abdurahmon. Qanundaqda ta'tir sanaq 3dan keyin ustozlarimiz o'zlarining qo'lidagi taxtini ko'tarish orqali bilet tashlasa bo'ladi. 3 2 1. Dilkar huzurida sürgen xiyol shunchalik go'zal. Dilkar qalb dengizimizda ba'ayni g'azal. Dilkarni kiygan ayol tog'larning chekisidagi guldek latofatni ko'rdi afzal. Dilkarga mag'rurlik, jalbkorlik, sehiylik yo'g'rilgan. Dilkarning rohati jismimizga, madiyasi ismimizga yor bo'lsin.
Delkar kiyimleri. Tuş cəmiyyəti bilyat klubu faqat ticaret sorunlu bo'lib qolmay, har tavallikdagi musobaqa nuqtamizdir. Ko'ngil ichish, musobaqa, sahna, azodi muhit, rahat kayfiyat birlashgan tush cəmiyyəti bilyat klubimiz bilyat qizg'inligini yuqori ko'tarish va xaridorlarga huzur beg'ishlashni maqsad qilgan. Şinjan tush cəmiyyəti bilyat klubi cheklik shirkati. Men Baxtiyor Mahmud Tush cəmiyyəti hammamizning cəmiyyəti. Qani birlikda tush cəmiyyətida jam bo'laylik. Yigitning imzor yarashgan bardam qomatiga cho'qila havas qildi-yu, qalbini bilishga amalsiz qoldi. Yigit sukut ichidan o'zini izladi. Imzor uningga "Men sana hamroh, har vaqt mardona bo'l" dedi. Yigitlarga hurmat yor bo'lsin, erkak zinnati imzor bo'lsin. İmzori kiyimlari. Sağırıp pişkan ürüknün taze mey bağlagan yerden camның qaq suyunu tayarladık. Şu yılları 75'de oturup yegen kökçünün təmini camның kökçüsüdün detedik. Can dadamның yaxşı gördüğün əsəl suyumu camda ba. Biz içip köngen balıq çağlarımızda öyi öylədi köygen bu içimlikni əmdi qaytı tapdık. Cam. Aku, oxşagan bir tamaq qo'sib yeb kelsak bo'lmamdi. Cho'ng ustamning xurishlarini olib, nima deysak o'xshaydi emasmi? Nadi ba u? Dukka ismlik hamma yerda bor. Çoğustamның namı yetti şərşəgə Tamları oxşab ketdi həmiyədə Çoğustamның namı yetti şərşəgə Tamları oxşab ketdi həmiyədə Cho'ng ustamning cho'ngliqi bor. Cho'ng ustam tayyor tamoq va tetik bo'ladi. Səhər o armonlarni cho'qaloq yozgan qirollik chaqlarga o'xshaydi. Xo'shallik izdiguvchilar uchun turmush ular yoqtirib rang bergan rasmdek huzurliqdir. Xohlaganda qushqa va yoki yomg'irga aylanadigan. Ma'nilik yashashni istamak bo'lsak, o'zimizga davomli ilhom beraylik. Bu ilhom sog'lomlik bo'lsin. Hayotimizga go'har sog'lomlik mahsulotlari hamroh bo'lsin. Go'har. Rayonimizda güzellikni sevgichi xonim qizlarning oldin tanlashi bo'lib kelayotgan sifat va fason jihatda xonim qizlarning olqishiga, shundoqla e'tirof qilishiga erishayotgan 18 yillik tarixga ega Dilkar kiyimlari mayirlarga omad tilaydi. Chiroyli muyassarga bir ko'k taxt ko'tarilibdi. Dostumuz Abdurahmonga 6 qizil taxt ko'tarilibdi. Abdurahmon apandimni qizg'in qutlaymiz. Shunaqqa 4-bosqichga qadam og'aligini tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Davomli aramag'ash, keyingi bosqichga tayyorlik ko'rgashtirasiz. Rahmat sizga. Muyassar xonim, chiroyli naqshi bilan bizga xushlik beg'ishladingiz, albatta huzurlandik. Hozirgi hissiyotingiz balki nihoyatda jiddiy, nurg'un dilbayonlaringiz bo'lishi mumkin. Oldi bilan so'zlaringizni anglashdan ilgari sizga ustoz bo'lgan Ardambog' guruhining yetakchisi, bizning faxrlik o'qituvchimiz Ablat apandimning yurak so'zlariga quloq solaylik. Muyassar bizning guruhga qatilgandan beri har bir bosqichdagi ifodasi, mashq jarayonidagi ahvollari shunday yaxshi bo'lib keldi. Shunda bo'g'achqa bugungacha mush bosqichgacha yetib keldi. O'zimni musiqa o'qituvchisi, yani şu başlangıç müzik ma'rifida o'qish tarbiyalash bilan mashq jarayonida shunday yaxshi bo'lgan bugungi ifodasimi obdan bo'ldi. Hamda biz yana shu bog'liq ustozlarimizning bugungi oxirgi natijasiga hurmat qilamiz. Ham boshqa fikrda bo'lmaymiz. Muyassar bilan biz yana davomli keyingi hayot safarlarimizda o'qituvchi, ustoz shogirdlik munosabatida yana davomli birga o'rganib, davomli birga ilgarilaymiz. Rahmat Ablat muallim. O'quvchilarningki odatdagi ifodasi yaxshi bo'lsin, balki imtihon maydonida jiddiylashmaydigan o'quvchi yo'q deb o'ylaymiz. Shundoq bo'lganlik uchun balki ozroq jiddiychilik bo'lgan bo'lishi mumkin. Qanundaqda bugun baholovchi bo'lgan Shinjanxo apandimning so'zlariga quloq solaylik. Bu talimat bak tasbiz uchun. Abdurahmonmi shunday obdan o'qidi, lekin meningcha Muyassarningki naqshisi shunday yaxshi. 这是一个电视剧的这个主题曲、主题歌，生意喜来乐好像是那个电视剧的。是的啊，是的。
那个电视剧呢，我是从头到尾都看了，唱的那个味儿，跟他这个一模一样，很到位啊，很到位，他唱的很到位啊，真的唱的很好。对对对，继续努力，我觉得你很有潜力。好的，谢谢老师。Müyesser'niki Şımbırcan degandek biz muşnaqşını tallab bekitgandekin haqiqatan aşı yönçağniki yinsası bilen aşı yicu aşı başlanğan yerlerki yinsa gençlerin tatışında oxşap bizge bek hatırjamlik bergen. Haqiqatan yönçağ bilen bek yaqin araliqda muşundaq etişim asan emas. Müyesser'nin her bir basqıçdaki ilgirleş ve özgürüşleri intayin hem ustazlarımız şundaq körnerlik bilinip turwatıdı. Hamda bugünkü bu sahnadan qeyb qilish manguluk mushu san'at hayotini uzilib qilish emas bizim shu programmaning shu arshug'i. Müyesserning bundan keyingi shu kasbiy hayotida shu o'ziniki naqshchilik jihatga talantini isrof qilib o'tmay muzika ma'rif o'qitish xizmati bilan birga yana davomlashtirishni umid qilaman. Amandan qanday yordam bo'lsa buningdagi yana biz davomli birga hamkorlik birga o'rganishda bo'lamiz. Rahmat muallim. Rahmat muallim. 这也是一种勇气，也是一种勇气。他唱得很好，但是他的对手唱得更好，没办法。现实很残酷。我跟你是举牌的，但是无力回天啊。对对对，也感谢老师的支持。感谢老师。Müyesser, unda olsa biz ustozlarning tabriklarini, madad ilhomlarini anglagandan keyin mayli natija qandoqli bo'lishidan qat'iy nazar kuch-quvvatga to'lishimiz kerak. Chunki musobaqa bo'lgan ekan, natija farqi cho'qim bo'ladi. Biz buningga botirlik bilan, jasorat bilan yuzlanishni bilishimizmi davr yoshlarining aloyidligi. To'g'ri. Unda olsa biz hozir o'zimizga tava minutlarda yurak so'zimizni yaxshi bir ifodalab olaylik. Aldı bilan shu tövəndə o'tgan barliq ustozlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Hammanglar jafo chekdinglar. Uningdan sirt men shu Ablat Abliki muallimning shu tandisiga, ya'ni bizning bir kichik oilaga bir a'zo bo'lanligini bu mening eng cho'ng g'albam hisoblayman. Buningdan keyin Ablat muallim bilan yana davomli o'quvchi munosabatida mang'alaydiganim bo'ldi. Men buningdan ortiq g'alba bo'lmaydi deb o'ylayman. Bizning guruhning burundan Ablat muallim deb kelayotgani oldi bilan do'stligimiz birinchi, musobaqa ikkinchi. Ablat muallim, sizga rahmat. Mush munosabat bilan ekran oldida shu biz uchun jafo chekayotgan Kerimjon muallim, sizga rahmat. Hammanglar harmag'aysizlar. Rahmat sizlarga. Rahmat, xursand bo'ldik. Texnik güzel paytlarda sizni kutamiz. Rahmat sizga. Yarım geldi Kol silip yavrey Arkadaki yol Ah ah biley Könlini olay yani yavrey kolumdaki gol ah ah biley Kamber Khan Cinim atlı yavrey Kelmem leven Ah ah
Tüz yol bile mangsangçı yavrey buğdaylı yol akılmay İttizli yol akılmay Raskipinne itsangçı yavrey Grip könglümü gul akılmay Kamberhan cinim aklık yavrey Kelmem lale ben atautlayır Kamberhan cinim aklık yavrey Kelmem lale ben atautlayır Yarım keldi kol silip yavrey Arkideki yol abilen Arkideki yol abilen Köngdini alay yarnim yavrey kolundaki gul at bilen Kamberhan cinim aklık yavrey kelmem lale ben atautlayır Kamberhan cinim aklık yavrey kelmem lale ben atautlayır Kamberhan cinim aklık yavrey kelmem lale ben İpek Yolu Sadası Hoş Avazlar Seynası. Ekran aldıdaki dostlarımızdan yana davamlıq imtihanımızga nazarına ağdırışını kızgın karşılığımız yuqurda. İmzar grupsidiki mahirlarimizniki biz maharetini görüp ötken bulduk. Albatta yuqurdaki mahirlarimizning maharatiga nisbatan bizning yetakchi ustozlarimiz ham shundaqla texmi muhimi sizlarga taxt ko'tarish oldida turgan baholovchi ustozlarimizning bahosini qanday bo'lganligiga intayin qiziqyapsizlar balkim. Mening sol tarafimdagi mayirimizning ismi Javlan. Javlanga mayilligini bildirgan do'stlarimiz ko'k taxta orqali. O'ng tarafimdagi mayir Odilga mayilligini bildirgan do'stlarimiz qizil taxta orqali o'zining tanlashini bildirsa bo'ldi. Endi undaqda ta'tir sinaq 3dan keyin ustozlarimiz taxtasini ko'tarib bergan bo'lsa, 3 2 1 5 nafar baholovchi ustozimiz Javlonga ko'k taxt ko'tiribdi, muborak bo'lsin. 2 nafar ustozimiz Odilga qizil taxt ko'tiribdi. Ham tabriklaymiz. Javlon, muborak bo'lsin. Keyingi bosqichga muvaffaqiyat qadam bosganligingizni qutlug'lash bilan birlikda tayyorligingizdan texmo puxta bo'lishini umid qilamiz. Qaramag'aysiz, rahmat. Hazratli efendim izchil hayajon bilan mayirlarga olqish yang'irtib, chiroy mimikalarini to'liq qilib, sizlardan hozir elib o'ltadi. Demak, sizlardan faxrlanganligini bildirdi. Hazreti Ali. Rahmat Nijat. Barliq bağlıqçı ustazlarım rahmat bergen basıga.
Adiljon yana bizning gruppa kirgandan tortib to hozirgacha haqiqatdan shu massizchanlik bo'lsin, har jihatdan tirishchanlik bo'lsin, nihoyat ko'rinarlik mening yaxshi inlarimning birisi, bizning kuchli moyillarning birisi. Bugungi ifodasida faqat ikkalan uslubi o'xshamdi, lekin o'zingizning mush uslubni mush naqshingiz nihoyat yaxshi aytdingiz. Men haqiqatdan bak suyundim Adiljon. Rasman suyundim. Endi azroq farqlar bilan azroq natija mushlab qoldi, lekin bu qandaydir sizningki biroqlar boshqacha bir utirib o'tgan yoki boshqacha bir mag'lub bo'lganlik emas. Mag'lub bo'lganligingizniki natijasi emas. Biz bundan burun ba'zi jihatlarning gaplarini ancha-muncha bolalar bir jig'inlarni aytishib o'zaro paranglashib olgan. Bundan keyingi yana ikkimizning boshqa hamkorliklarimiz chuqum texim yaxshi bo'ldi deb o'ylayman Adiljon. Shunga bugungi shu reallikni qabul qilishingizni chin ko'ngildan umid qilaman. Bo'ldi, undaqda baholuvchi ustozlardan vakillarninki sizga bo'lgan bugungi tavsiyalari yoki yurak so'zlarini anglab boqaylik. Bu yigit bizga ilgirimi qatnashganchu? Qanchinchi qaror qatnashqanding sen? Birinchi qaror qatnashgan. Bu izchil birinchi qarordan ta 6-chi qarorgacha shu tizimtib kelyapti-chu bu yigit. Bu qatim tanlanib ta shu bosqich keldi. Bu Adiljonning men bir eliqi tirishchanligiga bek qoyil. Adiljon shu bosqichda turib turgan bo'lsa-mu, meningki agar Abdulla ustoz ruxsat qilsa, shu Adiljonne shu keyingi programmalarga yana qatnashishga bir yeşil kartı bermoqchiman. Chunki Adiljonninki tirishchanligiga men guvochi. Bu gitarga moyir bu. Agar gitar bilan o'qigan bo'lsa, qanday bo'ladi deb o'ylab qoldim-chu hozir men. Balkim buning peshoni shunda bo'lsa kerak, lekin balam sen yana oldingda nurga yeşil yo'li bor. Tirishingni programma gruppasidan va bog'lovchilar nomidan sana shunda tilaklarimiz bor. Rahmat sana. Sizga herkes ko'nglini yerim qilma. Rahmat muallim. Programmaning qoidasi bo'yicha Adiljon, o'zing ixtiyor qilib yana jishu qatnashma desang 7-chi qaror tuttiratding. Hozir Muxtar akamning yeşil kartı berish bilan 7-chi qarorga bevosita kelib qatnashsang bo'ladi. Hatto muallimlar o'rindiq aylantiradigan nuqtaga bevosita kelsa deganga. Adiljon inim. Bizning bek suyumlik inimiz bu. Burundan bilisizlar shundami? Bilishim, men bilaman-da. Adiljon biladi yo bilmaydi. Men burun lekin naqshlarini anglab baxmabdi ekanman. Bugun shu programmaga kelib bu inimiznikini men naq maydon ovozini anglab o'tiribdiman. Javlan bilan ikkisi musobaqa tushdi. Bu inimizmi o'zining barini to'kdi. Bu inimizmi jiqsakni ko'rgandek qiyofatda bayamqi aytayotgan uslubdagi naqsh olsun, hissiyoti olsun, ovoz chiqarishi olsun, xil bir sahna ko'rgandek his qildim. Hamda Javlanningmi bayam gitarda aytgan naqshni angladim. Bayam Muxtar akam dedi, balkim bu inimizning gitar chog'ini ko'rmabdiman, balkim gitar chalsa bu inimizmi balkim usta bo'lishi kerak. Hamda ovoz jihati aytgan chog'da bayam qarsam men Javlanga taxt ko'tardim. Javlanningmi bu Adil qargan chog'da ovozning doirasi sal kengkan, yuqori ekan. Hamda ikkilisi Arzatili ustozniki o'quvchilari hamda bir gruppada boshqa gruppadagilar bilan musobaqa, ya'ni keyin tushish uchun meningcha Javlan shu Hazrati Molimning yaxshi bir o'quvchisi, shular bilan salalaydigan bir o'quvchi bo'lib chiqalaydi degan ko'zim yetkashga shunga Javlanga taxtay ko'tardim. Lekin Adil bundaqligi hamda sizningki o mayadagi mahartingizning, naqshingizning boshqacha bo'lib qolgan emas, sizning alaylik nihoyat ko'p ekan. Hamda bir guruhni cho'qim boshqa chiqish uchun ba'zilarimiz bedel to'lashimiz kerak. To'g'ri. Hamkorlik ro'yi. Hamkorlik bo'lish kerak-da. Hammamizning maqsadi bir guruhda cho'qim yaxshi bir a'zoni olib chiqish uchun hammamiz bedel to'lashimiz kerak. Shuningga herkes ko'nglingiz yerim bo'lmasin, bayam ustozlar hammamiz dedi. Muxtar akam dedi, yeşil kartı beribettin dedi. Bu demek hammamiz sizning naqshingizni, ham sizning iqtidoringizni, yaxshi ko'rganimizni e'tirof qilganimizni bildirdi. Bundan keyin ishlaringizning, san'at hayotingizning texmi yaxshi bo'lishini chin qalbimdan umid qilaman. Xo'sh, Adil, undaqda hozirgidek yaxshi so'zlar bo'lgan, yeşil kartlar yo'limizni yo'ritib turayotgan, keyingi qitimliq fursatlarimiz oldin bizga bishorat berib bo'lgan xo'shallik paytlarda, ya'ni sizga nisbatan balkim hozirgi vaqtning bir xo'shallik payti desak tamoman bo'ladi. Chunki shunchalik yaxshi so'zlar bo'lindi. Qanday yurak so'zingiz bor anglab boqaylik.
Şu aldı bilen şu barlıq, mesela oltağan barlıq ustazlarga köpten köp rahmet eytimen. Bu men üçün bir məğlubiyyət emas bu. Şundaq. Ben yana teximi tirişip, teximi nadir eserlerini sizlerge sunsan deb özüm oylayman. Bundan keyin teximi yaxshi tirishib bo'lsa shu mishada tunishgan bizning savodoshlarimız bilan birga chiqib obdan tirishim yaxshi. Sizlarga rahmat. Bo'ldi, undaqda texim yaxshi sahnalarimizni ko'rishgacha. Rahmat sizga. Xayr xo'sh, omon bo'ling. İpek yolu sadası, sevginin yok çigresi. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok çigresi. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. Gümüş bağlar çok iyisi, nur kaynadı yüreğe. İpek yolu sadası, sevginin yok çigrası. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok çigrası. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok çigrası. İpek yolu sadası, hoş avazlar seynası. Bir dilekten Allah göz açdı seherde. Bir dilekten Allah göz açdı seherde. Ulaşdı toyga toy, takıp diler seferde. İnsan şah seferde, bəxtliklər səfərdə. İnsan şah səfərdə, bəxtliklər səfərdə. İpek yolu sadası, sevginin yok çigrası. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası.